Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Bugun yana baliq ovga keldim. Bugun haftaning shanba kuni 11-oktyabr. O'tgan safar 3 kun oldin keldim shu yerga. Kamerani olmasdan kelib qolgan baliq chiqqandi. Ikkita baliq sho'rdim kattasidan. Qimmat baliqdan. Yana shu yerga kelib ko'rdik. Baliq chiqqanmikin. Baliq suygan joyini ko'rsataman. O'tgan safar men mana tog'ani o'rnida qildim, tog'a mendan birinchi joyimga turibdi. Shuna chaqa otib ko'ramiz endi. Bu kamayayotgan payti 5,5 metr kamayadi. Soat bo'lib qoldi. 2 soat kamayib, yana suv kirishni boshladi. Sal to'lqinroq ekan. Mana pastdan yurib keldik. Bu yoqqa kelish sal qiyinroq ekan. Kemaga olib kelib tashlab ketar ekan. Hozir kemaga olib kelib tashlab ketdi. Eng qizig'i suv ko'paysa mana orol ko'rinmay qolar ekan. Suv kamaygan payt. Bu yoqda elektr ishlab chiqargan zavod, GES deydimi? Sherigim bilan kelganman, sherigim o'zi kutyapti. Yaqin joylashgan. Chekarada turib, shuga qarab o'tamiz endi. 3 kun oldin kelganimda katta baliq ushlagandim. Ko'ramiz endi katta chiqarmikan. Odam ko'p ekan bugun ancha. Havo yaxshi bugun. Suv rangi ham yaxshi, toza ekan. Hamma joy tayyorladim. Ovqati qarmoq tayyorlab, hammasi joyida. Ularni oldim. Baliq chiqsa bo'ldi. Endi boshlab ko'ramiz bismillah deb baliqni. Video tomosha qilinglar. Keyin obuna bo'lib qo'yisham esdan chiqmasin. Ko'pchilik obuna ham bo'lmayapti ekan. Yoqsa obuna bo'linglar, like bosinglar. Bu yoqqa qiziqarli videolar chiqadi. Endi baliq mavsumi boshlandi. Endi bahorgacha baliq mavsumi. O'tgan safar Orolga borgan videoyimni ham qo'yganman. Ko'rishingiz mumkin. Ushadi mana. Mayda baliqlar. Men joyimga turyapti-da, bu ash men joyimda o'zi. Mana Orol bilan bu yerda olasida yaxshi baliq chiqadi-da. Shu chekadan. O'rtasida men otganimda birinchi ketdi-da. Ketami, ketmaydimi bilmadim. Ketsa mana qaylanib o'tib olamiz. Hozir juda turamiz. Kanaldan uzoqlashmanglar bo'lmasam boshladim. Do'stlar, birinchi kesishni boshladim, qani. Bismillah deb otamiz. Sal uzoqroq otishim kerak. Suv kamayapti. Suv kamaysa pastroqqa tushib oladi. Nimaga? Men o'rtaga otishim kerak edi. Tog'amiz kelyapti-da. Birinchi kelgan shu. Tog'jon qachon ketadi? Oslar tortyapti. Keyin ko'pchilik qaysi shaharga borasiz deb so'rabdi. Hozir Samchonpo'ga kelganman, Samchonpo degan shaharga. O'zimizdan juda uzoq emas. Har xil shu dengiz bo'yi, Name, dengiz bo'yiga ham boraveraman qayerga bo'lsa ham. Ko'proq shu Samchonpo'ga kelamiz, bizga yaqinroqligi uchun. Ba'zida uzoqroqqa. Do'stlar, baliq chiqdi. Bema'ni baliqdan. Ishadigan baliq bu. Asabiylasa ishadi, ish bering. Uncha asabiylashmaydi shekilli. Ishni boshlaman. Ko'rayapti. Pogo degan baliq, pogo. Ko'ring endi. Bizga bu baliq kerak emas. Bizga qamsongdon kerak. Pochni ochildi. Mayda bo'lsa ham. Bema'ni baliq bo'lsa ham. Do'stlar, nimada ushladim?
Do'stlar, Nuremiy degan baliq ushladim. Do'stlar, ushladim baliq. Nuremiy degan. Endi biz o'yin nima qilgan baliq emasligini buni qo'yaveramiz. Yutaribsiz o'yin. Kita tahu sedikit. Do'stlar, baliq yo'q-ku, 2 soatdan o'tib ko'pda. Hali baliq chiqmadi. Qorong'i ham tushyapti. Ham qorong'ida chiqsa ham ko'rsata olmayman deb ko'rinmaydi. Bugun baliq chiqib qoladi deb o'ylayman. Mana ular meni joyimga o'tib qo'ygan ham bo'libdi-da. Mana shu yerdan chiqardi baliq. Zo'r chiqardi boshladi. Nasib ekan. Suv kirishni boshladi. Endi kelsa kerak baliq. Mayda baliq narsa ko'p ekan bor. Qorong'i tushsa mayda baliq yo'qoladi, lekin videoga oldim. Bu yerga suv tagiga tushguncha ana mayda baliqlar yeb tashlayapti. Biz tutagan baliq yer tagida bo'lsa, pastda bo'lsa, necha yevaryapti. Sizga bo'lsa ham bilashmayapti. Imoda o'zi tushyapti bas. Tushguncha bir 10 sekund 15 sekund vaqt ketadi. Shuni o'zi yeb tashlayapti. Uni tortyapti, mana mayda baliqlar tortyapti. Yana mayda baliq. Mash baliqdan ketgan. Qush ham yemaydi, eng qizi. Yashimchi ko'payib ketgan shekilli mana. Mana shubhalar. Ha, вообще ko'pligidan qornidan ham chiqyapti-ku. Pishadi. Do'stlar, va nihoyat ketdi ana tog'alar. Dash tarafga o'tamiz endi. Masalarimizni olib ketishdi. Baliq aşağıda bu yoqda baliq yo'q. Aylanib o'tish kerak edi o'tmay. Böyle olsa bo'lar shekilli. Süper tayoq. Şeyden eplab olamiz endi. Ancha ishlatib qo'ydim ovqatni. Yaxshi bo'lib ketgan. Ana o'zimiz joyga ham keldik. Bo'lar ekan ama baliq mash edi o'zi. Ayollar yopibmiz. Qo'yamiz. Joyi mash edi deymiz. Bismillah deb otamiz endi. Shu baliqdan bu yoqda ham bor ekan-ku. Songa tegdi. Qachon yo'q qilasiz siz? Detalles. Do'stlar, ushladim oxiri. Momo degan baliq. Olib ketamiz buni.
Do'stlar, oxiri ushladim. Kutganda foydasi. Ushladim oxiri. Qamsomdon. Ko'rinyaptimi? Eng kattaroq ushlash kerak. Qamsomdon keldi. Yana ushlasam videoga olaman. Do'stlar, yana bitta ushladim. Kichkinarog'i ko'ramiz. Qo'yvarsam kerak buni. Hozircha solib turamiz yeyishga. Endi yaxshi chiqyapti baliq. Do'stlar, uyga qaytib keldim. Soatam 10 bo'ldi kech payt. 3 ta baliq olib keldim o'zim bilan. Qolganini maydalan tashlab yubordim. So'ngra ushladim. Qamsomdon qimmat baliqdan 6 sm chiqadi. Nongo yangicha baliq. Mana shu bugungi ov natijasi. Keyingi videolarda ko'rishguncha